bizni mana shu Hazrati imomni oldilarida uloqlarning o'rtasida shu yerda katta bo'lganmiz, tug'ilganmiz, o'sganmiz. Birinchi ochirdi insonni hurmatini joyiga qo'yish, halol haromdan hazar qilish, bularning hammasini bizga buvimlarning orqalaridan O'zingizdan yosh bo'lgan insonlar nimani tushunishlarini xohlardingiz? O'zimdan yosh bo'lgan insonlar hozirgi mahalda eng birinchi o'ringa qo'yish kerakki, oilani mustahkamligi. Oilang mustahkam bo'lsa, keyingi avlod, keyin sendan tarqaladigan zurriyatlar ham o'shanga qarab ketaveradi. Boshida zurriyat ota-onani o'zi nobop bo'lsa, undan tarqagan zurriyatlar ham o'sha holda ketadi. Buvijon yoshingiz nechida? 83 ga to'ldim, Xudoga shukr. Inson 83 yoshida o'zini qanaqa his qiladi? Endi 83 yoshingizda o'zingizni qanaqa his qilishingizni o'tgan hayotingiz davomida bilish mumkin-da. Har kimning hayoti har xil vaziyatda bo'ladi, har xil hol. Masalan, meni hayotimni oladigan bo'lsa o'zi, Xudoga shukr, biz mana shu Hazrati imomni oldilarida Ziyoda qorakan otalari, Eshobuxon akalarni, uloqlarning o'rtasida shu yerda katta bo'lganmiz, tug'ilganmiz, o'sganmiz. Meni otamlar 1898-yili tug'ilganlar. 105 yoshlarida ko'milganlar shu yerda. Xudoga shukr, biz o'sha adam orqalaridan 9 yoshimizda 5 vaqt namozga, sajdaga bosh qo'yganmiz. O'qiganmiz, buvimlardan ilm olganmiz. O'sha buvlarimiz bizdan 5 vaqt namozlarga solishgan, lekin halol haromni ajratishi birinchi ochirib qo'yilgan. Birinchi ochirdi insonni hurmatini joyiga qo'yish, halol haromdan hazar qilish, bularning hammasini bizga buvimlarning orqalaridan. O'zingizdan yosh bo'lgan insonlar nimani tushunishlarini xohlardingiz? O'zimdan yosh bo'lgan insonlar hozirgi mahalda eng birinchi o'ringa qo'yish kerakki, oilani mustahkamligi. Oilang mustahkam bo'lsa, keyingi avlod, keyin sendan tarqaladigan zurriyatlar ham o'shanga qarab ketaveradi. Boshida zurriyat ota-onani o'zi nobop bo'lsa, undan tarqagan zurriyatlar ham o'sha holda ketadi. O'shaning uchun bolalarimga ham, qizlarimga ham, nabiralarimga ham har doim aytamanki, bolalaringizni ham to'g'ri tarbiyalashga harakat qilinglar. Halollikni ish katta. Halol bo'lsangiz, siz halol topib yeb, bolalaringiz halol bilan boqsangiz, bolalaringiz o'zini bolalarini o'sha halol bilan boqadi. Eng bitta kerak narsa mana shu. Keyin er-xotinchilikni o'rtada hurmatini joyiga qo'yish kerak. Hurmatini joyiga qo'ysa, bolalariga o'sha onaning orqasidan otani qanaqa hurmat qilish kerakini o'zini bolalariga yetkazib boradi. Aynan nimalarga urg'u qaratish kerak mana shu oilada, farzand tarbiyasida va erni hurmat qilishda aynan nimalarga e'tibor berish kerak deb Endi hozirgi mahallada eng kerakligi er-xotin o'rtasida yolg'on gap bo'lish kerak emas. To'g'ri gap bo'lish kerak. Kam ko'sti bo'lsa, nima bo'lganda o'shani to'g'ri erga tushuntirish kerak. Er bilan maslahatlash kerak. Erdan sir bekitish kerak emas. Er-xotin o'rtasida sir bekitilmasa, er-xotin ahil bo'lsa, bolalar ham o'shandan tarbiya olaveradi. Tarbiyani o'shandan oladi. Uni aniqga olib borib, bitta institutga berib, o'qitib, oliy ma'lumotli qilib, magistraturani bitkazgan bilan tarbiya berilmaydi. Gap ochig'ini aytsam. Tarbiyani ota-onadan oladi farzand. Ota-onadan, uydagi muhitdan, ota-ona o'shancha hozirgi yoshlardan bilmayman, 2 oyda turmush buzilibdi, 5 oyda turmush buzilibdi degan gaplarni eshitib hayron qolaman. Va shunaqa ham hayot bo'ladi. 2 oyning ichida sen o'sha xonadonga borib nimani bilding? Eringni nimaligini bilding, oilani nimaligini bilding, o'tni muhitini nimaligini bildingki, sen darrov ajrashish vaziyatiga kelib qolding. Farosatni qanaqa o'rgansa bo'ladi bujon? Voy, farosatda eng farosatli ehtiyot qilish kerak. O'sha farosatda er-xotin ikkalasi o'zini o'zi evlasa, keyin bolalarga tarbiya beradi. 83 yillik tajribangizdan kelib chiqib o'zingizdan yosh bo'lgan insonlarga maslahat bera olasizmi? 5 vaqt namoz, ibodat, oliy maqsad birinchi o'rinda.
birinchi o'rin namoz qo'yish kerak. Birinchi o'rin namoz qo'ygan hammasi bo'laveradi. Birinchi o'ringa namozni qo'yib, namozni 5 vaqt namoz deb buyurilgan bizga mana Alloh tarafidan 40 yillik stajim bor men ilm orqasidan. 5 vaqt namozni qo'yilgan bo'lsa, shuni 5 vaqt namozni hamma har xil o'qiydi. Har xil vaziyatda, har xil anaqa. Lekin amalini bilib qilish kerak. Amalini bilib qilsang, chechga chiqib keta olmaysan. O'sha amal bilan ketaverasan. Eng kerakligi mana shu. Tanangiz sog' bo'lsin, martabangiz ulug' bo'lsin. Dilingizda nima niyatingiz bo'lsa, niyatingizni Alloh o'zi bersin. Amin. Chiroyli joylardan insofli, safiqli, diyonatli, olima qizlardan xotinlar oling. O'shalarning orqasidan zurriyotlaringizni ko'paytirib, voy o'sha buvimni o'sha mahalda shunaqa deydilar, amalini ko'rganman degan. Allohu akbar.